Siz yangiliklar bilan tanishyapsiz. Nurota tumanida oila va xotin-qizlar maskani tashkil etildi. Oilalar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga qaratilgan ushbu maskanning ochilish tadbiri tafsiloti galdagi lavhada. Yurtimizda azaldan oila muqaddas qo'rg'on sifatida e'zozlangan. Zero inson qalbida ahillik, mehr-oqibat tuyg'ulari, ilm-ma'rifatga oshno bo'lish ko'nikmasi avvalo shu aziz dargohda shakllana boshlaydi. Bosh qomusimizda oila jamiyatning asosiy bo'g'ini deb belgilanganligi zamirida ham ana shu milliy qadriyatlarimiz mazmuni mujassam. Oila ma'naviy jihatdan butun bo'lsagina mustahkam bo'ladi. Mamlakatimizda oila millat qadriyatlarini asrash bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar zamirida har jihatdan sog'lom oilani shakllantirishga qaratilgan. Nurota tumanida xotin-qizlar bo'limi huzurida oila va xotin-qizlar maskani tashkil etilishi ana shu amaliy ishlarga hamohanglik kasb etdi. Ushbu maskanning ochilish marosimida viloyat hokimligi mas'ullari, nuroniylar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Maskanda jamlangan imkoniyatlar, kelgusi bu yerda amalga oshirish lozim vazifalar taqdimoti bo'lib o'tdi. Hozirgi vaqtda eng bizlarning og'riqli nuqtamiz oilalarda, yosh oilalarda ajrimlar sonining ko'payishi bo'lyapti. Bunda bizlar har bir mahallalarni, mahalla maslahatchilari, mahalla yettiliklari bilan birgalikda notinch oila bo'lsa yoki bo'lmasam ajrimga yoqasiga kelib qolgan oilalar bilan ishlayapmiz. Joyi kelganda uchinchi shaxslar bo'lgan qaynona qaynotalar bilan suhbatlashyapmiz. Mana shu markazning ochilishi bularni juda ham bir tugunlarga yechim bo'ladi degan umiddamiz. Mana bu yerlarda keyin o'quv markazlari bor ekan, tadbirkorlik markazlari, hamma sohani qamrab olgan bu majmua bizga juda ham kerak bo'lgan yaxshi masalalarga yechim topilgan ekan. Ushbu maskanda xotin-qizlarga huquqiy ko'mak berish, ularni tadbirkorlikka jalb etish, jismoniy faolligini oshirish tadbirlari bilan birga oilaviy nizolar, ajrimlarni oldini olish kabi masalalarga ham alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, tumandagi tajribali hunarmandlar jalb etilib, qizlarni tadbirkorlikka yo'naltirish bo'yicha mahorat darslari olib borish uchun maxsus xonalar ajratilgan. Mana bu maskanni ochilishi mustaqil hayotga qadam qo'yayotgan yoshlarimizni tayyorlash, ularni uy ro'zg'or tutumlarini o'rganishga tayyorlash kabi vazifalarni o'tash, muomala madaniyatini o'rgatish bo'yicha eng asosiy bir maskan bo'lib hisoblanadi. Qizimiz bir oilaga tushsa, agar u hunarmand bo'lsa, uy ro'zg'or tutumini yaxshi o'rganib olgan bo'lsa, albatta o'sha oilada tinchlik, xotirjamlik hukm suradi. O'shani inobatga olgan holda bugungi kunda ayollarimiz bilan sog'lomlashtirish darslarini yetakchi mutaxassislarimiz olib boryapti. Oila va xotin-qizlar maskanining asosiy vazifalari jamiyat hayotida oila instituti va qadriyatlarini yanada mustahkamlash va erta nikohlarning oldini olish, nikohlanuvchi shaxslarni oilaviy hayotga tayyorlash, eng muhimi milliy qadriyatlarni o'z ichida mujassam etishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir.